Ko'p abituriyentlarda imtihon oldi yoki imtihonda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar qilish kerak, imtihondagi har xil vaziyatlardan qanday chiqish kerak degan savollar tug'ilishi mumkin. Xo'sh, o'zi nima qilish kerak? Hammaga salom, men Husan Abdullayev, sizlar bilan Matematika kanali. Kirish imtihonlariga ham oz vaqt qoldi. Bugun sizlar bilan yuqoridagi savollarga ustozlardan va DTM imtihonida qatnashgan abituriyentlar bergan ma'lumotlar asosida javob topamiz. Obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Biz esa boshladik. Imtihondan 1-2 kun oldin juda ko'p formulalarni yodlashga urinmang. Chunki hayajonda bo'lgan inson miyasida ma'lumotlar almashib ketishi juda oson. Ayniqsa formulalar. Aytgancha, imtihonda formulalar beriladi. Formulalar jadvalini video ostidagi opsiyada qoldiraman. Ba'zi abituriyentlar blok testlarda, repetitsion testlarda yaxshi natija ko'rsatib, DTMda esa juda past natija ko'rsatishadi. Ular davlat testida o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yishadi. Chunki abituriyentlar ko'pligi ularni vahimaga tushiradi. Lekin ular orasida omadiga ishonganlar ham talaygina. Boshqalarga e'tibor bermaslik zarur, chunki atrofdagilar sizni chalg'itishi mumkin. Savolni kamida 2 marta o'qib ko'ring, chunki eng oson savolga ham, eng qiyin savolga ham bir xil ball beriladi. Davlat testidagi eng oson savolda ham logika, ya'ni oyoqdan chaladigan joyi bo'ladi. Masalan, milliy sertifikat imtihonida. Milliy sertifikat imtihonida tushgan savol: modul ichida x² minus x minus 6 katta 0 dan nechta natural son tengsizlikni yechimi bo'la olmaydi? Ya'ni bu yerda ikkita savol berilyapti. Yechimi bo'la olmaydigan sonlarning ichidan naturali nechta deyilyapti. Bu tengsizlikning yechimi mana bu. Endi bu yerda yechimi bo'la olmaydigan sonlar ikkita. Ya'ni minus 2 va 3. Ko'pchilik shu minus 2 bilan 3 deb ikkita belgilab ketadi. Aslida naturali so'ralgan, yechimi bo'la olmaydigan bu 3 bo'ladi, ya'ni bitta bo'ladi. E'tiborli bo'ling. Titul varaqni stol chetiga olib qo'yish to'g'ri deb o'ylayman. Sababi javoblar varaqasi faqat bir marta beriladi. O'zingiz bilmagan holda unga zarar yetkazishingiz mumkin. Ertaroq kelib muhitga moslashish kerakmi? Menimcha yo'q. Qancha erta joyingizga o'tirsangiz, shuncha o'zingizga o'zingiz savollar bera boshlaysiz. Kechikmaslik ham kerak albatta. Aytgancha, suvni pastga qo'yib qo'yish zarar qilmaydi. Titul belgilashda ham e'tiborli bo'lish kerak. Titul ko'rinishini ham qoldirib o'taman. Sizdan oldinroq kirgan do'stlaringizdan yoki kanallardan tushayotgan savollarni kuzatib boring. Sababi savollar qayta yoki o'xshash tushishi mumkin. Darvoqe, matematikadan tushayotgan savollarni o'zim shu kanalda yechimini chiqaraman. Obuna bo'lib qo'ying. Vaqtni to'g'ri taqsimlash ham juda muhim, chunki 3 soat ham hash-pash deguncha o'tib ketadi. Javobdan keladigan savolni sezsangiz, javobdan kelib qo'yavering, chunki uni ishlash juda ko'p vaqt olishi mumkin. Xullas, asosiylari shular. Hammaga omad tilab qolaman. Ota-onangizdan duo olishni unutmang. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Ko'rishguncha.